Kuxnyada povar bo'lib ishlayman. Oyligim 110 ming, ismim Sayyora, 33 yoshdaman, O'zbekistondanman, Moskvaga ishlagan kelganman. Bugun sizlar bilan juda ham mazali va to'yimli ko'katli bilinchi qilamiz. Ishni bilinchikni xamirini qilishdan boshlaymiz. Bu uchun bizga kerak bo'ladi un, suv, tuz, razrxlitel. Xamirni qilib bir chekkaga olib qo'yamiz. To'liqroq masalliqlarni grammini video opisaniyasida yozib ketaman. Undan keyin bo'lsa bilinchikni nachinkasini qilishga kirishamiz. Bu uchun bizga kerak bo'ladi shpenat, ko'k piyoz, tvorog, mozzarella siri, o'shanaqa cho'ziluvchan sir bo'lsa yaxshiroq bo'ladi va ozgina tuz solib aralashtirib oldim. Va videoda ko'rsatilganday qilib sekin pishirishni boshlaymiz. Birinchi bilinchikni o'zini pishirib olamiz. Undan keyin ag'darib, o'sha ag'dargan tarafiga 2 qoshiq nachinka solamiz va sekin buklab chekkalarini lopatka bilan bosib chiqsangiz, o'zi shunaqa yopishib qolar ekan. Videoda ko'rsatilganday qilib ozgina slivichniy masla surib chiqsangiz ham bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa, like bosib obuna bo'lishni unutmang.